Men sizga 100 ming so'm beraman agar hozir o'rgatgan formulamdan keyin ham ingliz tilida gapira olasiz. Bu formula ingliz tilida istalgan gap tuzish formulasiga mos keladi. Diqqat bilan qarang. Bu ingliz tilida word order, ya'ni gapda so'zlar tartibi formulasidir. Ingliz tilida gap boshida har doim who so'rog'iga javob beruvchi so'zlar keladi. Ana undan keyin what so'rog'iga javob beruvchi so'zlar, ya'ni kim nima qildi. So'ngra how so'rog'iga javob beruvchi so'zlar, kim nimani qay tarzda bajardi. Va gap oxirida where, when, location va time ni anglatuvchi so'zlar keladi. Masalan, he played football, u nima qildi? Futbol o'ynadi. Professionally, how? In his team, in his favorite team, where, last year, when. Bo'ldi. Shu formulani bilsangiz, shunaqa tartibda istalgancha ingliz tilida gap tuzish mumkin. Ko'proq misollarni videoni pastidagi izohda o'qishingiz mumkin. Ingliz tilini mana shunaqa oson usullar bilan o'rganaman desangiz, English platform o'quv markazimizda offline kurslarda qatnashing.